Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda muhim, hatto taqdiringizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar aprel oyida ma'lum bir harakatni amalga oshirmasangiz, may oyidan boshlab sizga beriladigan qo'shimcha to'lov yoki nafaqadan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu o'ta muhim ma'lumot bo'lib, har bir oilaga, har bir fuqaroga daxldor. Shu sababli videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Hozirda kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot ko'proq insonga yetib borishiga yordam beradi. Keling, avval vaziyatning mohiyatini tushunib olsak. Ilgari ko'pchilik ijtimoiy nafaqalar, xususan bolalar puli yoki kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam avtomatik tarzda, ba'zan yillik monitoringlarsiz yoki juda yengil tekshiruvlar asosida taqdim etilardi. Ko'p hollarda bir marta arizani topshirib, ma'lumotlar bazasiga kirganingizdan so'ng to'lovlar ma'lum bir muddat, masalan 6 oy yoki 1 yil davomida hech qanday qo'shimcha tasdiqsiz davom ettirilardi. Bu tizim bir qancha sabablarga ko'ra, jumladan byurokratik jarayonlarni soddalashtirish va aholiga qulaylik yaratish maqsadida joriy etilgan edi. Biroq vaqt o'tishi bilan ushbu yondashuvda bir qator kamchiliklar yuzaga keldi. Ayrim holatlarda nafaqa oluvchining moddiy ahvoli yaxshilangan bo'lsa-da, u avvalgi tartib bo'yicha to'lovlarni olishda davom etgan. Bu esa davlat byudjeti mablag'laridan samarasiz foydalanishga olib kelgan. Bunday holatlar nafaqa tizimining adolatli va manzilli ishlashiga to'siq bo'lib, haqiqatda yordamga muhtojlarga yetarli mablag' ajratilishini qiyinlashtirardi. Aynan shu sababli yaqin vaqtlarda ijtimoiy himoya tizimida jiddiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli, shaffof va samarali qilish maqsadida yangi mexanizmlarni joriy etdi. Bu o'zgarishlarning tub maqsadi davlat tomonidan ajratilayotgan har bir so'mning o'z manziliga, ya'ni haqiqatda ehtiyojmand oilalarga yetib borishini ta'minlashdir. Endilikda ijtimoiy reyestr deb nomlangan yagona tizim orqali fuqarolarning moddiy ahvoli har tomonlama o'rganilib, nafaqalar aniq mezonlar asosida berilmoqda. Ushbu tizim fuqarolarning daromadlari, mol-mulki, banklardagi hisob varaqlari va boshqa ijtimoiy ko'rsatkichlari haqidagi ma'lumotlarni turli davlat organlarining ma'lumotlar bazalaridan avtomatik ravishda oladi va tahlil qiladi. Asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, ko'pchilik ijtimoiy to'lovlar, jumladan bolalar nafaqasi va kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordamning muddati tugashidan oldin, ya'ni har 6 oyda bir marta yoki har yili majburiy tarzda qayta ro'yxatdan o'tish zarurati paydo bo'ldi. Bu jarayon avvalgidan ancha jiddiyroq tekshiruvlarni o'z ichiga oladi va oilaning joriy daromadlari, mol-mulki va boshqa ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlari qayta ko'rib chiqiladi. Bu degani siz nafaqa olishda davom etish uchun o'z vaziyatingizni qayta tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa, to'lov muddati aprel oyida tugaydigan fuqarolar uchun bu o'ta muhim. Chunki aprel oyida amalga oshiriladigan qayta ro'yxatdan o'tish jarayoni may oyidan boshlab to'lovlarning davom etishi uchun asos bo'ladi. Agar siz aprel oyida ushbu talabni bajarmasangiz, sizga belgilangan qo'shimcha to'lov yoki nafaqa may oyidan boshlab to'xtatilishi mumkin. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi yordamga haqiqatda muhtoj bo'lgan oilalarni aniqlash va davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'larning manziliga yetib borishini ta'minlashdir. Bu tizim yanada aniqroq, shaffofroq va adolatliroq bo'lib, har bir fuqaroning ijtimoiy himoyasini kafolatlashga qaratilgan. Shu bois bu o'zgarishlarni tushunish va unga rioya qilish har birimiz uchun muhim ahamiyatga ega. Keling, endi kimlar aynan tashvishlanishi kerak, kimlarga esa bu o'zgarishlar daxldor emas, shuni batafsil tushuntirib beraman. Birinchi navbatda bu o'zgarishlar bolalar puli, bola parvarishi nafaqasi va kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordamni oluvchi fuqarolarga bevosita taalluqli. Bu nafaqalar odatda ma'lum bir muddatga, ko'pincha 6 oyga tayinlanadi. Bu muddat tugashidan 1 oy oldin, ya'ni joriy holatda agar sizning nafaqangiz muddati aprel oyida tugayotgan bo'lsa, siz mart oyining oxiridan aprel oyining oxirigacha bo'lgan muddatda qayta ariza topshirishingiz shart. Bu jarayon sizning moddiy ahvolingiz va oilaviy tarkibingizning joriy holatini baholashga xizmat qiladi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz joriy tartib bo'yicha bolalar nafaqasi yoki kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam oluvchi bo'lsangiz va sizga ushbu nafaqani tayinlash muddati aprel oyida tugasa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Bu ayniqsa
Sizning oilaviy ahvolingiz, daromadingiz yoki oila tarkibingizda oxirgi 6 oy ichida o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, yanada muhimdir. Masalan, oilangizdagi biror a'zo ishga joylashgan bo'lsa yoki aksincha ishdan bo'shagan bo'lsa, qo'shimcha daromad manbai paydo bo'lgan bo'lsa, bularning barchasi nafaqa tayinlash mezonlariga ta'sir qilishi mumkin. Bu turdagi o'zgarishlar odatda oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi belgilangan miqdordan oshib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Hukumat tomonidan belgilangan mezonlarga ko'ra, agar oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlarining ma'lum bir foizidan, masalan, hozirda 7 punidan bu raqam vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Shu bois aniq ma'lumotni ijtimoiy himoya agentligidan bilib olish muhim. Oshsa nafaqa tayinlanishi rad etilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Shu sababli o'zgarishlar haqida to'liq va haqqoniy ma'lumot berish juda muhimdir. Agar siz bu ma'lumotni yashirsangiz yoki noto'g'ri ko'rsatsangiz, keyinchalik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Hatto nohaq olingan pullarni qaytarish talab qilinishi ham mumkin. Endi bir nechta hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu sizga vaziyatni yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Birinchi misol, yolg'iz ona va uning 2 farzandi. Farida ismli ayol 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan yashaydi va har oy bolalar nafaqasini oladi. Uning nafaqasi aprel oyining oxirigacha tayinlangan. Farida o'tgan yilning oktyabr oyida ishga joylashgan, ammo bu haqda hech qayerga xabar bermagan. Uning yangi ish joyidagi oylik maoshi. Uning o'zi va 2 farzandining umumiy daromadini hisoblaganda, oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadini ming so'mga yetkazgan. Davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlarining 52. Bitimida miqdori taxminan 6 ming so'm atrofida bo'lsa, Farida oilasining jon boshiga to'g'ri keladigan daromadi bu miqdordan oshib ketadi. Agar Farida aprel oyida qayta ariza topshirmasa yoki topshirsa-yu, yangi daromadini to'g'ri ko'rsatmasa, uning nafaqasi may oyidan boshlab avtomatik ravishda to'xtatiladi. Agar u daromadini to'g'ri ko'rsatsa, lekin bu daromad belgilangan mezonlardan yuqori bo'lsa, uning arizasi rad etiladi. Natijada u may oyida o'ziga beriladigan nafaqadan mahrum bo'ladi. Hatto daromadi belgilangan me'yordan oshmasa ham qayta ro'yxatdan o'tish majburiy hisoblanadi. Chunki bu tizimning asosiy talabidir. Ikkinchi misol, kam ta'minlangan oila. Yangi mulk. Ahmadjon oilasi 5 kishidan iborat. Ahmadjonning o'zi, rafiqasi va 3 nafar farzandi. Ular kam ta'minlangan oila sifatida moddiy yordam olib kelishadi. Ularning nafaqasi muddat ham aprel oyida tugaydi, o'tgan yili. Oila a'zolaridan biri chet elda ishlagan va yegan pullari evaziga oila yangi yer uchastkasi sotib olgan. Bu yer uchastkasi ularning mol-mulki ro'yxatiga kiritilishi kerak bo'lgan jiddiy o'zgarishdir. Davlatning ijtimoiy himoya mezonlariga ko'ra, agar oilada qo'shimcha ko'chmas mulk, bir martalik uydan tashqari yoki yuqori qiymatga ega avtomobil mavjud bo'lsa, oila endi kam ta'minlangan deb hisoblanmasligi mumkin. Agar Ahmadjon aprel oyida qayta ariza topshirayotganda bu yangi mulkni ko'rsatmasa, uning arizasi rad etilishi yoki keyinchalik tekshiruvlar natijasida aniqlansa, nafaqa to'xtatilishi mumkin. Agar mulkni to'g'ri ko'rsatsa va u mol-mulk mezonlaridan oshib ketsa, ularning kam ta'minlanganlik maqomi bekor qilinib, nafaqa berish rad etiladi. Davlat hozirda fuqarolarning mol-mulki haqidagi ma'lumotlarni turli manbalardan, jumladan kadastr agentligi, avtomobil sug'urtasi ma'lumotlar bazalaridan ham olish imkoniyatiga ega. Shu bois bunday ma'lumotlarni yashirishning imkoni yo'q va bu faqat sizga zarar yetkazadi. Uchinchi misol, pensionerga beriladigan qo'shimcha to'lov. Ba'zi pensionerlar nafaqaga qo'shimcha ravishda ma'lum bir ijtimoiy yordamlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya yoki dori-darmon xarajatlarini qoplash uchun qo'shimcha to'lovlar olishlari mumkin. Bu turdagi to'lovlar ham odatda pensionerning yoki u yashaydigan oilaning daromadiga bog'liq bo'lishi mumkin. Misol uchun, Fotima opa yolg'iz yashaydi va pensiyaga qo'shimcha ravishda yakka yashayotgan keksalar uchun beriladigan maxsus qo'shimcha to'lovni oladi. Uning bu qo'shimcha to'lovi ham aprel oyida muddat tugaydi. Garchi uning pensiya miqdori o'zgarmagan bo'lsa-da, agar uning ismini o'zgartirgan biror yaqin qarindoshiga tegishli mol-mulk uning nomiga o'tkazilgan bo'lsa yoki u bankda sezilarli miqdordagi depozitga, masalan, 7 million so'mdan ortiq ega bo'lsa, bu uning moddiy ahvoli yaxshilanganligini ko'rsatishi mumkin. Shu sababli Fotima opa ham aprel oyida qayta ro'yxatdan o'tishi va barcha ma'lumotlarni yangilashi shart. Aks holda
May oyidan boshlab uning qo'shimcha to'lovi bekor qilinishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz yuqorida sanab o'tilgan ijtimoiy to'lovlarni umuman olmasangiz yoki sizning nafaqangiz muddati yaqin orada. Ya'ni aprel oyida tugamaydigan bo'lsa, masalan, siz uni yanvarda yoki fevralda yangilagan bo'lsangiz va muddati yozning oxirida yoki kuzda tugasa, unda siz uchun hozircha zudlik bilan harakat qilishga hojat yo'q. Shuningdek, agar siz yaqinda, masalan, oxirgi 1-2 oy ichida yangi ariza topshirgan bo'lsangiz va u qanoatlantirilgan bo'lsa, sizning holatingiz ham ushbu ogohlantirishga kirmaydi. Biroq har doim o'z nafaqa tayinlash muddatlaringizni tekshirib borishni maslahat beraman. Bu har bir fuqaroning o'ziga xos mas'uliyatidir. Siz o'z nafaqangizning amal qilish muddatini yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qilish orqali bilib olishingiz mumkin. Bu ma'lumotni muntazam ravishda tekshirib borish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini olishga yordam beradi va sizning huquqlaringizni himoya qiladi. Har qanday qoida va tizimda bo'lgani kabi ijtimoiy himoya tizimida ham ba'zi istisnolar, e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan nozik jihatlar va kutilmagan qiyinchiliklar mavjud. Aynan shularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar va kimlar qayta ro'yxatdan o'tmasligi mumkin. Birinchidan, agar siz nogironlik nafaqasini oluvchi shaxs bo'lsangiz va sizning nogironlik guruhingiz doimiy muddatsiz bo'lsa, bu holda siz odatda har 6 oyda yoki yilda qayta ro'yxatdan o'tishingiz shart emas. Chunki sizning ahvolingiz o'zgarishi kutilmaydi va bu ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanadi. Ammo agar sizning nogironlik guruhingiz vaqtincha tayinlangan bo'lsa va uni tasdiqlash muddati kelgan bo'lsa, siz tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan TMEK qayta o'tishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, juda keksa yoshdagi, masalan, 90 yoshdan oshgan yolg'iz pensionerlar uchun ham ba'zi imtiyozlar bo'lishi mumkin. Ammo bu har bir hudud va holatga qarab individual ravishda ko'rib chiqiladi. Lekin umuman olganda bolalar nafaqasi va kam ta'minlanganlik bo'yicha moddiy yordam oluvchilar uchun istisno deyarli yo'q. Barchasi belgilangan muddatda qayta ro'yxatdan o'tish kerak. Bu ijtimoiy himoya tizimining asosiy qoidasidir va uni buzish nafaqani yo'qotishga olib keladi. Kutilmagan qiyinchiliklar va nozik jihatlar pitfalls, bir muddati unutilishi bu eng keng tarqalgan muammo. Ko'pchilik o'z nafaqasining muddatini esdan chiqaradi va oxirgi daqiqada harakat qilishga urinadi. Natijada arizani topshirishga ulgurmaslik yoki xatolarga yo'l qo'yish ehtimoli ortadi. Afsuski, aprel oyining oxirgi kunida topshirilgan ariza ertasi kundan boshlab to'lovlar to'xtatilishining oldini ola olmaydi. Jarayonning ma'lum bir ko'rib chiqish muddati borligini unutmang, bu odatda 25 ish kunigacha davom etishi mumkin. 2. Nomaqbul yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar. Onlayn ariza to'ldirishda ba'zi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish yoki biror muhim hujjatni ilova qilmaslik arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, oila a'zolaridan birining daromadi haqidagi ma'lumotnomani taqdim etmaslik. Agar sizning turmush o'rtog'ingiz norasmiy ish bilan band bo'lsa, u holda mahalladan daromadi haqida ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi bu holatda. Ko'pchilik bu ma'lumotnomani olishni unutadi yoki uni muhim deb hisoblamaydi. Ammo bu tizim uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Uchun tizim avtomatik yangilaydi degan noto'g'ri tushuncha. Ba'zi fuqarolar bir marta ariza topshirgandan so'ng tizim ularning ma'lumotlarini avtomatik ravishda yangilab, nafaqa to'lovlarini uzaytiraveradi deb o'ylashadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ijtimoiy himoya tizimi endilikda ancha jiddiyroq va muntazam ravishda qayta tekshiruvlarni talab qiladi. Shuning uchun avtomatik yangilanish degan narsa yo'q. Har bir holatda yangi ariza topshirish shart va bu sizning mas'uliyatingizdir. 4 oila tarkibidagi o'zgarishlarni xabar bermaslik. Oilangizda nikoh, ajrim, bola tug'ilishi yoki vafot etish kabi o'zgarishlar yuz bergan bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlar nafaqaning qayta hisob-kitob qilinishiga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu o'zgarishlarni vaqtida ma'lum qilmasangiz, nohaq olingan pullarni qaytarish talab qilinishi yoki nafaqa to'xtatilishi mumkin. Misol uchun, agar oila a'zosi turmushga chiqib yoki uylangan bo'lsa, uning daromadi va yashash joyi o'zgarishi mumkin. Bu esa oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadga ta'sir qiladi. 5. Daromadni to'g'ri tushunmaslik. Ko'pchilik daromad deganda faqat ish haqi yoki pensiyani tushunadi. Aslida esa ijtimoiy nafaqalarni hisoblashda oilaning barcha daromad manbalari hisobga olinadi.
Bularga ish haqi, pensiya, stipendiya, ijaradan keladigan daromadlar. Tadbirkorlik faoliyatidan olingan foyda hatto chet eldan yuboriladigan pul o'tkazmalari remittans ham kiradi. Agar oila a'zolaridan biri chet elda ishlasa, u yuborgan pul o'tkazmalari bank hisob raqamlari orqali avtomatik ravishda aniqlanadi va oilaning umumiy daromadiga qo'shiladi. Bu jihat ko'pchilik uchun e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan muhim nuansdir va yashirishning imkoni yo'q. Alt mol mulkning ta'siri yangi tartibga ko'ra oilaning mol mulki ham nafaqa tayinlashda muhim rol o'ynaydi. Agar oilada bir nechta ko'chmas mulk, uylar, yer uchastkalari, do'konlar, qimmatbaho avtomobillar, masalan, ikkinchi avtomobil yoki qimmatbaho rusumdagi avtomobil yoki bankda katta miqdordagi depozitlar mavjud bo'lsa, bu oilaning kam ta'minlanganlik darajasiga shubha tug'dirishi mumkin. Davlat organlari bugungi kunda bu ma'lumotlarni elektron platformalar orqali juda oson tekshira oladi. Misol uchun, kadastr agentligi ma'lumotlari, davlat avtomobil inspeksiyasi ma'lumotlari, tijorat banklaridagi hisob raqamlari haqidagi ma'lumotlar bevosita ijtimoiy reyestr tizimiga integratsiya qilingan. Shuning uchun hech qanday mol mulkni yashirish imkoni yo'q. Haqiqatni to'liq bayon qilish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan huquqiy muammolarning oldini oladi. 7. Texnik qiyinchiliklar. Onlayn ariza topshirishda internet tezligi, kompyuter savodxonligi yoki tizimning vaqtinchalik ishlamay qolishi kabi texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu ayniqsa aprel oyining so'nggi kunlarida yuklama ortganda ko'proq kuzatiladi. Shu sababli arizani muddatdan oldin shoshilmasdan topshirish juda muhimdir. Agar texnik qiyinchiliklarga duch kelsangiz, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining MyGov uz texnik qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishdan yoki mahalliy ijtimoiy himoya agentligi bo'limidan yordam so'rashdan cho'chimang. Ular sizga yordam berishga majburdirlar. Bu jihatlarni tushunish va ularga e'tibor berish nafaqadan mahrum bo'lishingizning oldini olishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Sizdan talab qilinadigan narsa bu diqqat, mas'uliyat va yangi tizimning qoidalarini anglashdir. Endi esa qadrli tomoshabinlarim, siz nima qilishingiz kerak, aniq qadamlar qanday bo'ladi, buni batafsil tushuntirib beraman. Unutmang, har bir daqiqa qimmatli. Birinchi qadam, o'zingizning nafaqa muddatlaringizni tekshiring. Eng avvalo, sizga tayinlangan bolalar puli yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha moddiy yordamning amal qilish muddatini aniqlab oling. Agar siz uni qachon topshirganingizni eslayotgan bo'lsangiz, 6 oy muddatni hisoblab chiqing. Lekin eng aniq usuli bu MyGov portali orqali tekshirish. Agar siz ushbu portalda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va raqamli imzoga ega bo'lsangiz, o'z shaxsiy kabinetingizga kirib, ijtimoiy himoya bo'limidan barcha ma'lumotlarni, jumladan nafaqa tayinlanganlik sanasi va muddati tugash sanasini ko'rishingiz mumkin. Bu eng tez va qulay yo'l. 2. Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qilish. Agar onlayn xizmatlardan foydalanishda qiynalsangiz yoki imzoingiz bo'lmasa, yashash joyingizdagi ijtimoiy himoya agentligining tuman, shahar bo'limiga shaxsan borib, pasportingiz bilan murojaat qiling. Mutaxassislar sizga barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etishadi va savollaringizga javob berishadi. Mahalla fuqarolar yig'inining mutaxassisi bilan bog'lanish. Har bir mahallada ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul xodim bor. U ham sizga bu borada yordam berishi, nafaqa muddatini aniqlashda yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Arizani qayta topshirishdan oldin quyidagi hujjatlar ro'yxatini yig'ib oling. Bu ro'yxat oilangizning holatiga qarab biroz farq qilishi mumkin, ammo asosiy hujjatlar quyidagilardir. Barcha oila a'zolarining pasport nusxalari yoki identifikatsiya ID kartalari, voyaga yetmagan bolalar uchun tug'ilish haqidagi guvohnomalarning nusxalari. Ushbu hujjatlar oila tarkibini tasdiqlaydi. 2. Nikoh guvohnomasi nusxasi agar mavjud bo'lsa, ajrim haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa. Bu hujjatlar oilaviy ahvolingizni tasdiqlaydi. Har bir mehnatga layoqatli oila a'zosining oxirgi 12 oy davomidagi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar oila a'zosi rasmiy ish joyiga ega bo'lsa, bu ma'lumot avtomatik tarzda byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi va soliq organlaridan olinadi. Agar oila a'zosi norasmiy ish bilan band bo'lsa, mahalladan uning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Bu ma'lumotnoma mahallaning ijtimoiy xodimi tomonidan beriladi. 4. Agar oila a'zolari tadbirkor bo'lsa, ular tomonidan to'langan soliqlar va olingan daromadlar haqidagi ma'lumotlar.
Bularni soliq inspeksiyasidan yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali olish mumkin. 5. Agar oila a'zolari chet elda ishlab, pul o'tkazmalari orqali oilasiga mablag' yuborgan bo'lsa. Bu pul o'tkazmalari haqidagi bank ma'lumotnomalari odatda bu ma'lumotlar bank tizimidan avtomatik ravishda olinadi. Ammo shaxsiy nusxalar zarar qilmaydi, ayniqsa tortishuvli holatlarda. 6. Mol-mulk haqidagi ma'lumotlar. Oilaga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk, uy-joy, yer uchastkasi, garaj, do'kon va va qimmatbaho avtomobillar haqidagi ma'lumotlar, kadastr hujjatlari, texnik pasportlar nusxalari. Garchi bu ma'lumotlar davlat organlari tomonidan o'zlari tekshiriladigan bo'lsa-da, siz ularni arizada to'g'ri ko'rsatishingiz shart. 7. Bank hisob raqamining rekvizitlari nafaqa o'tkazilishi uchun. Odatda bu uchun plastik karta raqami yoki shaxsiy bank hisob raqami raqamli ID talab qilinadi. Chunki agar oila a'zolaridan kimdir nogiron bo'lsa, uning nogironligi haqidagi TMX xulosasi. Arizani topshirish joyini tanlang va hujjatlarni topshiring. Arizani ikki asosiy usulda topshirishingiz mumkin. Onlayn orqali MyGov.uz portalida bu eng qulay va tezkor usul. Portalga kirib, e-imzo orqali avtorizatsiyadan o'ting. Keyin ijtimoiy himoya bo'limini tanlang. Bolalar nafaqasi yoki kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam bandini toping va qayta ro'yxatdan o'tish yoki ariza yuborish tugmasini bosing. Onlayn sharhni diqqat bilan to'ldiring. Barcha kerakli ma'lumotlarni kiritib, hujjatlaringizning skaner qilingan nusxalarini yoki sifatli fotosuratlarni ilova qiling. Ariza oxirida e-imzo bilan tasdiqlashni unutmang. E-imzo yo'q bo'lsa, uni MyTokov.uz orqali onlayn, mobil qurilma yordamida yoki davlat xizmatlari markazidan olishingiz mumkin. Bu jarayonni aprel oyining boshida amalga oshirishni tavsiya qilaman. Offline orqali ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limiga murojaat qilish. Agar onlayn ariza topshirishda qiynalsangiz yoki texnik imkoniyatlaringiz cheklangan bo'lsa, barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalari bilan yashash joyingizdagi ijtimoiy himoya agentligining tuman, shahar bo'limiga boring. U yerda mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda va hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishadi. Bu jarayon biroz ko'proq vaqt olishi mumkin. Chunki navbat kutish yoki qo'shimcha ma'lumot so'ralishi ehtimoli bor. Shuning uchun aprel oyining boshida murojaat qilish tavsiya etiladi, toki muddat tugamasidan barcha ishlar bitkazilsin. 4-qadam. Arizani diqqat bilan to'ldirish va topshirish muddatlari. Arizani to'ldirishda juda ehtiyot bo'ling. Har bir mayda detal ham muhim ahamiyatga ega. Barcha savollarga to'g'ri va to'liq javob bering. Hech qanday ma'lumotni yashirishga urinmang. Oilangizning daromadlari va mol-mulki haqida haqiqatga to'g'ri ma'lumot bering. Yuqorida aytib o'tilgandek, davlat organlari bugungi kunda bu ma'lumotlarning aksariyatini avtomatik ravishda tekshira oladi. Noto'g'ri ma'lumot berish jiddiy oqibatlarga, jumladan nafaqani to'xtatish va hatto qonuniy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Ariza topshirishning oxirgi muddati aprel oyining oxiri, lekin hech qachon oxirgi kunga qoldirmang. Ideal variant aprel oyining 1-2 haftasi ichida arizani topshirish. Bu sizga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan texnik muammolarni bartaraf etishga, tizimda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uzilishlarga tayyor turishga yoki yo'qolgan hujjatlarni topishga yetarli vaqt beradi. 5-qadam. Arizani topshirgandan keyingi harakatlar. Arizani onlayn topshirganingizdan so'ng sizga uning ro'yxatdan o'tganligi haqida tasdiqlash xabari keladi. Bu xabarning raqamini saqlab qo'ying. Onlayn portal orqali arizangizning holatini muntazam ravishda tekshirib turing. Odatda arizani ko'rib chiqish jarayoni 25 ish kunigacha davom etishi mumkin. Agar biror sababga ko'ra qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinsa, tizim sizga bu haqda xabar beradi va siz belgilangan muddatda uni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Agar siz offline topshirgan bo'lsangiz, arizangizning ro'yxatga olinganligi haqidagi kvitantsiyani yoki ma'lumotnomani olishni unutmang va uni saqlab qo'ying. Bu hujjat sizning arizangiz qabul qilinganligining isbotidir. Nima bo'ladi agar muddatni o'tkazib yuborsangiz? Agar siz aprel oyida arizani topshirishga ulgurmasangiz, may oyidan boshlab sizga beriladigan nafaqa yoki qo'shimcha to'lov avtomatik ravishda to'xtatiladi. To'lovlar davom ettirilmaydi. Bunday holda siz keyingi oyda, masalan, may oyida yangidan ariza topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ammo shuni unutmangki, bu nafaqa o'tgan oy uchun hisoblanmaydi, balki ariza topshirilgan oydan boshlab tayinlanadi. Ya'ni siz bir oylik to'lovni yo'qotasiz, bu esa oilaviy byudjetingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Shu sababli kechiktirmasdan harakat qilish juda muhim. Shunday qilib, qadrli do'stlar, bugun biz aprel oyida amalga oshirilishi shart bo'lgan o'ta muhim bir qadam, ya'ni ijtimoiy nafaqalar va qo'shimcha to'lovlarni may oyidan boshlab yo'qotmaslik uchun qayta ro'yxatdan o'tish zarurati haqida batafsil gaplashdik. Biz bu o'zgarishlar nimadan iborat ekanligini, kimlarga daxldor ekanligini, qanday hayotiy misollarda ko'rinishini, qanday istisno holatlari borligini, qanday kutilmagan qiyinchiliklar va nozik jihatlar mavjudligini va eng muhimi aniq qilib nimalar qilishingiz kerakligini birma-bir ko'rib chiqdik. Bu ma'lumot shunchaki rasmiy bir ogohlantirish emas, balki sizning oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qiluvchi real vaziyatdir. Har bir oilaning moliyaviy barqarorligi uchun har bir so'm muhim. Shuning uchun bu jarayonga mas'uliyat bilan yondashishingizni so'rayman. Aprel oyi bu sizning nafaqa olishingizni davom ettirish uchun oxirgi imkoniyatdir. Kechiktirishning oqibatlari nafaqani vaqtincha yo'qotish bilan tugashi mumkin. Shuning uchun hoziroq harakat qiling. Kerakli hujjatlarni to'plang va arizangizni topshiring. O'zingizni va oilangizni moliyaviy qiyinchiliklardan himoya qiling. Bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lganiga ishonaman. O'z fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar sizda boshqa turdagi nafaqalar yoki ijtimoiy yordamlar bo'yicha savollar bo'lsa, ularni ham bemalol yozing. Biz keyingi videolarimizda ularni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Videoni baholang, like bosing va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Biz doimo sizning moliyaviy va ijtimoiy savodxonligingizni oshirishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.